أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Sağdaşlar bugünkü dersimiz kitabımızdaki çoğun ikinci kısmı El-Ahkam El-Şer'iyye'ninki 4. mezmunu El-Mahkum Aleyh. Biz bu çoğun mezmunun birinci mezmunu da hakim doğruluk, yani hükümden sahibi hakkında sözlüdük. İkinci mezmunu da hüküm hakkında sözlüdük. Hükümün kısımları ve onun tarifatları hakkında. Ondan keyin el-mahkum fi, yani mükellef bih mi dep koyumuz. Hüküm münasibetli olan iş hareket. Şu iş harekette hükümün icra kılınışının şartı qatarlıq ma hakkında sözlüdük. Hem de bugünkü dersimizde el-mahkum aleyh, yani hüküm şunun üstüge icra kılınış, şunun üstü güçlüdüğün adam, yani mükellef, yani bendege qartılgan mezmunlar. Yani bunu lügat cihette tahlil kılsak mı, el-mahkum aleyh degene, yani ellezî yuhkamu aleyhi degen ma'noda çıkıdı. Ellezî yuhkamu aleyhi. Yani Abdurrahman bunu düşündürüş berip, el-mahkum aleyh degenimiz huvel mükellef ellezî taallaka hukm şari'i bihi. Yani şari'nin hükmü onun iş hareketiga münasibetli olan mükellefne bizim deyimiz el-mahkum aleyh deyimiz. Endi mükellefte başka gap yok mükellefte. Mükellefninki şu hükümge münasibetli buluş tarafdaki şartı qanday şekilde mükellefke hüküm bağlanıdı. Bu haqida to'xtalamiz, başka gap yok. Şu Abdur gapni avval şart bilan başladı. Ve yushtaratu fil mükellef li sihhati taklifihi shar'an shartan. Yani mükellefte şu mükellefni taklif qilishning sahihligi uchun mükellefke hükümlerini bağlab, siz maaşını qilish sizning gayrinizga vojib, maaş sizga haram, maaş sizga mandub, maaş sizga makruh degandek mükellefni shar'iy taklifatlar bilan taklif qilishning sharti ikki shart. Birinchisi ahaduhuma, shartning birinchisi shu mükellef taklifatning dalilini tushunishga qodir bo'lishi kerakki, changidek holatda bo'lishi kerak. Ya yosh yetib bir balog'atdan o'sgan degandek yoki aqliy qobiliyati normal shaklda, aql shaklda degandek taklifatning dalillarini tushunib, taklifatni ijro qilish imkoniyatiga ega bo'lgan odam bo'lishi kerak. Ya'ni bi ay yakuna fi istita'atihi, shu mukallafning qudratida qonuniy, yani ahkam naslarini tushunish bo'lishi kerak. Allati, bu ahkam naslari bilan şu bende Kur'an, hadisden ya özü ya vaslı qalada taklif kılındıgan mana şekilde. Yani olmasa şu bende mükellef taklif kılındıgan Kur'an kanuni neslerini ya özü bivasıta ya ki vasıtası bilen düşünüş imkaniyetiga bo'lishi kerak. Özü biraz düşünse mi buludu? Ya ki başkalarını sorup düşünse mi buludu? İş qilib şununda bir aql degan narsa bo'lishi kerak mana tutgan vaqtda. Çünkü taklifatning dalilini tushunmagan kishininki o'zi taklif qilingan ishni ijro qilish va maqsadining u tarafga yuzlanish mumkin bo'lmaydi. Endi taklifatning dalillarini tushunishga bo'lgan qudrat qanday vaqtda bo'ladi desa, bir odamninki aqli bilan innama tatahaqqaqu bil aql degan aqldan shakllanadi ve aqlliqlar taklif qilingan naslarninki ularning aql doirasida fi mutanawwal uqulihim degani ular o'sha naslarni tushunish ularning aql doirasida bo'lishidan shakllanadi. Chunki aql tushunishning odati, idrokning odati. Shu aql bilan iroda andan keyin shu taklifatlarni ijro qilishga yuzlandi. Aql olmaganda uning odatdagi lug'at shar'iy naslar ekan, odatdagi gapni tushunilmaydi endi. Walamma kana al-aqlu amran khafiyan. Aql degan bir maxfiy narsa. Adamga ölçügüç asboblarni ishlatib ölçügül olmaydi. Ma'ning aqli bormi yo'qmi debchi. Walamma kana al-aqlu amran khafiyan. Aql maxfiy ish o'g'achqa, ya'ni hissi zarurdan bilinmaydigan maxfiy ish o'g'achqa shari taklifatni aqlning tepilish ehtimoli bo'lgan, aql ko'p tepilish ehtimoli bo'lgan his bilan bilinadigan oshkor ismga bog'ladi, u o'simi balog'at ketish. Anda bo'lganda taklifatlar qachon bog'lanadi desa, qandoq odam balog'atga shuningda onun aqliy iqtidorida xalalning taraflari oshkor bo'lmasdan, xalalning ko'rinishlari oshkor bo'lmasdan balog'atga yetsa,
faqat tavafarat fihi al-qudra ala yukallaf. U odamda taklif qilinishqa qudrat to'liqlangan bo'ladi. Ya'ni u odam taklif qilinishqa, ya'ni mana shu vaqtda taklifatning dalilini tushunadigan odam, bu odam taklifatning dalillarini tushunalaydi deb hukm qilsak bo'ladi. Birinchi shart shu. Ya'ni mukallafningki shariatning taklifati bilan taklif qilinishining birinchi sharti shu odam taklifatning dalillarini tushunalaydigan bir aqlga ega bo'lish kerak. Aqlni o'lchigi bo'lmag'achqa aqlni balog'at yeshiga bog'landi. Shu balog'at yeshiga yetsa, uningda oshkor holatda aqliy iqtidoriningki kamligi yoki nacharligi yoki muvofiq aqliy iqtidorining normal emasligini ifoda etadigan bir ko'rinish bo'lmay qolib qolgan taqdirda shu balog'at yetdi, aqliy iqtidori normallashdi, taklifatni tushunalaydi deb qaralib, bu odam shar'iy taklifotlar bilan taklif qilinadi. Andoz yuqoridagi shartimizga asosan aqliy iqtidori sog'lom bo'lmagan odamlar shar'iy taklifotlar bilan takliflanmaydi. Ya'ni shar'iy taklifotga qanaqa majburlanmaydi, ijro qilinmaydi. Masalan, va ala hada mushnuga binoan majnun. Andakin kichik bola dal taklifatning dalilini tushunish vositasi bo'lgan aql olmaganlik uchun taklif qilinmaydi. G'ofilligini go'ngrab qolgan odam, noim uxlab qolgan odam, mas odamlarmi taklif qilin. Chunki ular g'aflat holatida, uyqu holatida, mastlik holatda ularning istitoatida tushunish degan gap bo'lmaydi. Ya'ni uxlab qolgan odam ta uyg'ongan qadar taklif mukallaf emas. Masligi shishilgan qadar mukallaf emas. Bir ishdan go'ngrab, isidan ko'tarilib, bir ishlarning nima bo'layotganini uqmay qolib qolgan odam, u shu ta o'zi asliga kelganga qadar u mukallaf emas. Shuningcha payg'ambar alayhisolatu vasallam mundaq degan mushahaqda rufi'al qalam an thalas. Qalam 3 kishidan ko'tarildi. Birisi uxlagan odam uyg'onganga qadar, kichik boladan ehtilom balog'at ketganga qadar, majnundan uning aqli normal aqlli holatga kelganini tushunganga qadar ko'tarildi. Ya'ni payg'ambar alayhisolam yana bir hadisda qanday odam namozdan uxlab qolsa, namozni unutib qolsa, shu namozni asligan vaqtda o'qisin, o'sha asligan vaqt namozning o'z vaqtida. Demak, yuqorida hadisdan ilingan mazmunlarni yakunlab xuloslagan vaqtimizda bir bandininki shar'iy taklifotlar bilan, shar'iy ahkomlar bilan talab qilinishi, ya'ni shar'iy ahkomlarning u bandadan talab qilinishining birinchi sharti shu banda normal aqliy iqtidorga, ya'ni shu taklifotni, shu ishlarni, ahkomlarni tushungudak ijro qilish irodasi o'g'idek bir xil normal aqliy iqtidorga ega bo'lgan vaqtda undan keyin talab qilinadi. Mushu bo'yicha qolgan masalalarni betaraf qilsak bo'ldi, aqlga doir. Bunda desek bizga bir necha yilgan e'tiroz savollar keladi. Masalan, bir kichik bolaninki dadasidan meros, necha million meros qolib qoldi. Bu degan kichik bola tahi. Balog'at yetmaganlikda, aql yo'q degan gapda bu bolaning zakot pulusga zakot kelamdi kelmamdi. Agar kichik bolada taklifat yo'q deyilsa, zakot kelmasi kerak. Zakot kelmay desak, bu bolaninki iqtisodi zakotsiz turishi kerak. Halbuki islomda har qanday iqtisodga zakot keladi deyilsa, buning birilgan javob. Ammo zakatninki, nafaqatninki, to'langninki kichik bolalar majnunga vojib qilish. Fiqh sohasida kichik bola bir narsani buzib qo'ysa, to'laydi. Kichik bola o'zininki singillari, ochilari bir uyda bo'lib qolgan bo'lsa, yetim holatda kichik bolaning iqtisodi bo'lib qolgan bo'lsa, merosni kichik bolaga qolib qolganlik, shuningga qarashliq ayollar yoki boshqa oila a'zolarini shu kichik bolaning iqtisodidan hajlab chiqim qilib hajlaydi hamda. Mavlaning hammasini ustiga majburiyat. Mavla bu kichik bolaga nisbatan taklifatning bog'liqi emasmi desa, buning deymizki, bular kichik bolaniki yoki sarong kichik bolaniki o'ziga berilgan taklifat emas. Falaysa taklifan lahuma. Balki bu ikkilangan shu majnun bilan kichik bolaga vali o'g'on odamning taklifatiki zakatni kichik bola chiqarmaydi. Balki kichik bolaga ego olgan valisi kichik bolaning pulidan chiqaradi. Kichik bolaga hajlaydigan yerdagi pul hajlash chiqimlarini shu valisi kichik bolaning pulidan hajlaydi. Yoki sarong olib qolsa, sarongning iqtisodi bor, dadasi meros qolgan degandek, bu sarongningki iqtisodiga zakot kelsa, zakotni sarong chiqarmaydi, valisi shu sarongning iqtisodidan chiqaradi. Sarong bir ishni to'laydigan to'g'ri kelib qolsa, sarong bir yerga pul xaylaydigan to'g'ri kelib qolsa, buni sarong o'zi xaylamaydi, sarong valisi saronglasa. Demak, bu yerdagi taklifat sarong yoki kichik bolaga emas, shunga ega bo'lgan valiga qartilgan deb javob beriladi deydi. Ya'ni u islomiyada loyiq bo'lgan, chiqishga tegishli bo'lgan iqtisodiy haqlarni ado qilishga vali taklif qilinadi. Xuddi shu ikki saronglar kichik bolaninki ziminlarining beje, mulklarininki beje yoki zakati degandek masalan. Bu birinchi e'tiroz va bunga berilgan javob. Ama yeni bir e'tiroz. Qur'oni Karimda Allah ya eyyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara
hatta ta'lamu ma taqulun degan oyatda Allah məsləyə xitab qılıb da'vatıdı ma e'tirozda. Sizlar mas holatinglarda namozga yaqinlashmanglar, o'zingning nima deganlik da'vatqanligingni bilganga qadar. Demak, maslikingni o'ngshilib, normal aqliy holatingni asliga kelganga qadar siz namozga yaqinlashmanglar. Ma xitab, ma e'tirozning gapi, ma o e'tirozda məsləyə qilyotdi. Mas deganda aql yo'qdi. Biz boyatdan taklifatning shartini cho'qim aql bo'lish kerak degan to'q. Bular xitab qilib turganmisa desa, buning beradigan javobimizmi? Bu yerdagi taklifat namozga yaqinlashmaslik, mana taklifat masləga masbuga vaqtga taklifat emas. Ya'ni ular namozga yaqinlashmaslik kerak taklifat emas. Faqat o taklifat ularning o'yg'oq holatida. Bunda Мәсәлән, sahhu degan gap, mana hozirgi aqliy qobiliyati normal o'yg'oq holatidagi musulmonlarga qilgan taklifotga namoz vaqti yiqillasa haroq ichmang degan gap. Qanaqdir mas'ul qolganlarga maslikning shishilgan qadar namozga yiqillashmanglar degan gap emas, balki normal odamga sen namoz vaqti yiqillashib qolib qolsa, namoz vaqtida haroq ichma. Xudolikka hozir mas'ul mashina haydama desa, mas bo'lib mashina haydama deganlik oldidagi mas odamni sen masalat mashina haydama noqul buna deganlik, balki hozir mas odamnimi sen mashina haydaydigan vaqtda mas bo'lma. Ya'ni oyada namoz o'qiydigan vaqtda mas bo'lmang deb normal holat deyilgan taklifat o. Ya'ni faqatlam u olsa musulmonlarga ularning o'yg'oq holatida namozning vaqti yaqinlashsa, namozning vaqti yaqinlashgan vaqtda haroq ichmaslik degan taklifat namozga mas'alati yiqilishib qolmaslik uchun. Xuddi bu yerdagi ma'no Alloh subhanahu va taolo buni degandaki, namoz vaqti yiqilishib qolsa, haroq qanaqa ichmanglar deb manda degandek, shu siz degandek mas'alaga qilingan xitob yoki mas'alaga qilingan taklifat emas bu deb javob beryapti. Bunga yana bir e'tiroz keldi. Hanafi fiqhlarida masning talaqa tushdi deb bir gap bor-ku. Maslik hali talaq qilsa tushdi deb bor. Bu mu taklifat emasmi amisa? Biz hukm taklifini ijro qilmaymiz, dedik masalan mas haqida. Bu talaqa tushganlik buning hukmini ijro qilinganlik emasmi desa. Ammo masalaninki talaqining tushish masalasi Hanafi mazhabida bu uning asha harom-haroqni ichib olganlik qarta berilgan jazo nuqtasini tushgan, talaqning amaliy tushganligi emas. Cho'nglashqa bo'lar. Çoxum aşı o adam özün məslikdən cinayətçi olğan buluşunu şart qılıdı. Yəni haram özlügidən, tağıyanlıgidən özlügidən haramını içib deydi. Onda olğanda bir adamın operasiya qılğılı, məsk qılıb tutdu, məslik halə tuturup, şişlənməyi tutub, ayağını talaq qıtdı, düşməyi deyən gap. Onda olğanda məsliğin talaqı çüyüşü, onun təklifatının bağlıqıdın əməz, o haram məsil olğanlıqdan onun məsliki qarta cazalaş yüzüdən düşüb deyən gap mağlucu. Məslik halətdə taklifat tushdi deganlik emas. Tamam. Qani gapimiz kelayli. Mukallafga qo'yilgan shartlarning birinchisi mukallaf cho'qim taklifat dalilini qana qilish kerak, tushunalishi kerak. Buning bir tarmoqi aqliy qobiliyati normal bo'lishi kerak bo'ldi shundaymi? Yana bir tarmoqi taklifat dalillari hamma bilan bilamiz Qur'on hadis. Qur'on hadis arabcha. Masalan, arab emas odam Qur'on hadisini tushunamiz deydigan bir gap chiqdi. Shu olib turib buningmi uch qolmas uchun davatidi. Va amma man la ya'rifuna al-lughat al-arabiyya, arab tilini tushunmaydigan ve şer'i teklifatlarını Kur'an hadis'ten delillerini düşünemeydiğen mesela yapılla, hunutla, cavila ondan başka milletlerinde mademine şer'en teklif kılış doğrusu emez illa ki Arap dilini öğrenip ve o Arap dilinin neslerini düşünüşke kadir boğanı kadar ya ki şer'i teklifatla ulanın tillerine tercüme kılınıp degene bula ulanın tili da ulağı İslam teklif kılgan işlerini bayan qilib beradigan diniy kitobni tepib yoki bir bilik kishilar mushu arab tilini o'qimaydigan millatlarning tilini o'rganish orqali ularning o'tirib islom ta'limotlarini, islomning taklifiy dalillarini ularga o'z tilidan kitob qilib qanaqa qilish bayon qilganga qadar bularga shar'iy taklif yo'q. To'g'ri. Masalan, bir millat diniga kirdi. Bu millatning til yoziqida hech qanday diniy taklifotlar yo'q. Diniy kitoblar yo'q. Qur'on tarjima qilinmoqlik, hadis tarjima qilinmoqlik. Yoki o millatning ichida dinni biladigan odam yo'q. Yoki din biladigan odamlarning ichida o millatning tilini biladigan odamlar bo'lib qolsa, bu odamlarga taklifat yo'q. Taki mushu odamlarning, mushu millatning ichidan birisi tilni o'rganib, dinni ulug'ga yetkazgan qadar. Yoki mushu din egalaridan birisi ashul tilni o'rganib, dinni ulug'ga yetkazgan qadar. Mana ikki. Demak, ularga diniy taklifat, diniy ahkam, diniy ta'limotlar yetkanga qadar ularga taklifat berilmaydi. Üçüncü yol, qaysi üçüncü yol?
yani islom ummati shu millatning tilini o'rganib, avlog'a diniy ta'limotlarni ularning orasida taqdim etgan 3-yo'l, eng to'g'ri yo'l shu. Chunki Rasululloh o'zining xutbasida, Hajjatul Vido kunisida Allohni shuningga guvoh qildiki, risolatni yetkazdi ve musulmonlarni ularning ichidan shohid g'oyibga yetkazishga buyurdi. Shohid degan kim o desa, islomga hidoyat topa olgan, islomning ahkomlarini biladigan har qanday odam shohid hisoblanadi. G'oyib deganimiz Qur'onning lug'atini bilmagan, Qur'onning oyatini tushunmagan har qanday odamning hammani o'z ichiga oladi. Unda o'ganda islomga hozir olganlar, islom uning qalbiga kiralganlar, islom qalbiga kirmaganlarga yetkazib bo'lgan degan har bir musulmon g'ayrimusulmonga yetkazish vojib bo'ldi. Har bir musulmonning ustiga qanchalik badal ketsa, mayli uning tilini o'rganib yoki tilni bildiganlarni ish qilib degandek. Ma to'g'risi shu. Ammo mushu g'oyibni o'z holi bo'yicha Qur'onning tilini bilmay, Qur'onning dalolatlarini, dalillarini tushunmay tashlab qo'yilsa va Qur'onning oyatlarini uning tiliga tarjima qilinmasa yoki Qur'onning tilini biladigan birasi shu odam taklif qilinadigan ishni shuningga o'rgatmasa, shu odam tushunadigan tildan, demak bu odam shar'an g'ayrimukallaf. Andaganda hozir dunyoda ba'zi o'rmonliq tashlaydigan qabilalar hayotida diniy da'vat anglab boqmaydigan qabilalar ba'da paraz qilsa ham dunyoga hozir kichik bir kanatga aylanib ketdi. Aloqa uchur vositalari tufaylidan dunyoda hech qanday odamga maxfiy bo'lmay qoldi. Shunda bo'lsa-mu dunyoning bir chetida diniy taklifotlarni o'qimagan, dinning ta'limotlarini bilmaydigan, din ularga yetmagan, ya birisi ularga yetkazmagan, ya ular o'zi o'rganmagan bunda holatda dindan bexabar bo'lib qolgan kishilar bo'lib qolsa, shar'an bular mukallaf emas. Shunga Alloh Qur'oni Karimda "Va ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi liyubayna lahum" deb har bir qavmga bir yetkazguchining avatilganligi, shundala u qavmningki mukallaf bo'lganligini tilga oldi. Xo'sh, unda bo'lsa, yuqorida mahkumun alayga munosabatli bo'lgan birinchi shart mahkumun alay. Mayli aqliy jihatdan olsun, mayli til jihatdan olsun, yoki atrofidagi uning yetkazadigan nuqtadan olsun, diniy taklifotlarni tushunadigan sharoit imkoniyati bo'lishi kerak. Agar aqliy qobiliyat yo'qotilgan bo'lsa, tushunolmasa, mukallaf emas. Aqliy qobiliyat saqlagan bilan uningga din yetkazadigan kishilar bo'lmasa yoki o'zining tili bilan o'qiydigan diniy ta'limot kitoblari bo'lmasa yoki u odamning diniy ta'limotlar bilan uchrashish yo'llari mumkin bo'lmasa, u odam shar'iy mukallaf bo'lmaydi. Bu birinchi shart. Ikkinchi shart shu mukallaf o'zi taklif qilingan diniy ta'limotlarga loyiq bo'lmish kelgan vaqtda bizni sal avara qiladi. Ikkinchi talab, ya'ni shu odam diniy taklifotlarga loyiq bo'lish kerak. Layoqatlik, salohiyat masalasi kelgan vaqtida sal uzunroq to'xtalamiz. Abturmida aytadi val ahliya. Bu yerdagi salohiyat deganimizning ma'nosi lug'at jihatda ahliyani mana salohiyat degan gap odat arab tilida deb qo'yamiz. Fulanun ahlun lin-nazri alal waqf desa, ma'adam vaqfiga nozirlik qilishga salohiyatlik odamdir, loyiq odamdir degan ma'noda, ya'ni layoqatlik degan gap, ahliya deganning ma'nosi layoqat degan gap. Ama usulillarning istilohida ahliya ikkiga bo'linadi. Birisi ahliyat vujub, birisi ahliyat ado. Ya'ni vojibga layoqatlik bo'lish va ijroga layoqatlik bo'lish. Bundan so'ng vojibga layoqatlik bo'lish degan nima desa, odamning odamligi. İnsanın insonligi dal ahliyat vujub. Agar inson tug'ilib qolsa, onunğa hech qanday taklifotlar tushmaydi. Mazmindagi butun taklifotlar insonga tushgan bo'lg'achqa ahliyat vujub degani shu insonning inson bo'lishi. Abturmi deyotdi, ahliyat vujub degan nima desa, insonningki shuningga haq huquqlarining isbotlanishi va uning ustiga mas'uliyatlarning vojib bo'lishiga bo'lgan salohiyati. Inson dal shunday maxluq. Hayvonlarning unda haq-huquq majburiyatlari detgan muayyan bir nuqta bo'lmaydi. Gerçi haqqı olsun lekin mecburiyeti yok mesela hayvanlarning. Mesela bunun xas asası, şu salahiyatning xas asası del Allah insanni şunun üstüge yaratgan bir asas var. İnsanni şununga xas bir asas var ki başka hayvanlarning ichidir. Başka hayvanlarning ichidir. Del şu salahiyatlar insanın hak hukuklarının ispatlanishi ve mesuliyetinin üstüge vacib buluşqa yaraydı insan. Del muşu hususiyet onu fuqahalar zimme deb ataymiz. Zimme degani adatda gadanma deb qo'yamiz. Uyg'urchada zimme deb gapman. Mening zimmamda. Buning mas'uliyati mening zimmamda. Men zimmamga olma deb qo'yamiz. Shu zimmi shu. Ya'ni mas'uliyatni ko'rsatadi. Dunyodagi maxluqlarning ichida insonlar mas'uliyatlik maxluq. Qolgan maxluqlarning mas'uliyati yo'q.
Anoganda xulos qilam zimmi degan nima desa, insonga boshqalar tarafidan huquqlar isbotlanadigan, insonning ustiga boshqalar uchun mas'uliyat vojib bo'ladigan insonlik tabiiy bir sifat. Anoganda insondan bor sifat, bu qolgan narsa yo'q. Dal mushu salohiyat, ya'ni ahliyat vujub har qanday insonga inson bo'lganlik sifatlanib sabit har qanday insonning bor, mayli inson kishi olsun yoki ayol kishi olsun, yoki to'ralma, yoki kichik bola, yoki aqını farqlantira oladigan 7 yoshning atrofidagi bola, yoki balog'atga yetgan bola, yoki rashid o'zining to'g'ri yo'lni topib olgan, yoki do'st olsun, aqlli olsun, majnun olsun, saq olsun, kasal olsun, insonlar bo'ladigan insonda majburiyat va mas'uliyat, huquq va mas'uliyat ikki sifat insonda bo'ladi. Chunki o sifatlar insondagi xos bir tabiat asosida asoslangan bo'lib, har qanday inson qanday bo'lib kelgan degani qanday bo'lib kelsin, har qanday insonning ahliyati vujubi va ahliyati vujubi yo'q inson topilmaydi, chunki uning ahliyati vujubisi dal ashunday insonligi. Anaqanda bizning ahliyati vujub haqida bahs qiladigan mazmunlarimiz yo'q. Inson bilan tug'ilsa, inson bilan tug'ilsa, bu inson dunyoda mas'uliyat, huquq sahibi bo'lgan bir maxluq bo'ladi. O'sha mas'uliyat, huquq sahibi bo'lganlikning o'zi insonning ahliyati vujubi suolining isboti. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa-abayna an yahmilnaha va hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Mushayatning o'zida Alloh dunyodagi omonat degani huquq va majburiyat degani dunyodagi insonning boshqalarning erishadigan bo'ladi. Boshqalarga birdig'ini bo'ladi. Boshqalarning erishadiganini biz huquq deymiz. Boshqalarga birdig'ini mas'uliyat deymiz. Dal insonning boshqa hayvonlardan farqlangan tarafi mana shu. Hozir mayadagi vujub salohiyati degani dal insonning insonligi. Inson ikki putliq insonlar bo'lib tug'iladi ekan. Men insonda bizdek paranglam qila oladi ekan. Bu insonda xolis ahliyat vujub bor. Shunga ahliyat vujubni bahsi qilmasak bo'lar. Chunki insonning insonligi ahliyat vujub. Ammo ahliyati oda kelsak, oda degani ijro degan gap. Ammo inson bo'lganliklar hammasi ijro qilinmaydi. Masalan, 5 yoshli bolalar namoz o'qimaydi. Pulisi yo'q odam zakot bermaydi. Masalan, yo'l jihati qodirlanmagan odam zakot hajga bormaydi, masalan. Ayollar jihatga bormaydi, masalan. Teyzarlar namoz o'qimaydi, masalan. Bularning hammasi oda salohiyati degani shu ishni ijro qilish salohiyati hammadan bo'lavermaydi. Dal mavu mahkum alay, ya'ni mukallafdagi shartlardagi negizlik nuqta mavu ahliyatul oda. Ahliyatul oda degan nima desa, mukallafningki so'zlari, harakatlari shar'an e'tiborga elinishga bo'lgan salohiyatiki, u ahliyat oda bo'ldi. Ya'ni u odamda ijro salohiyati bo'ldi degan gap. Bu odamning sotdim degani hisob, oldim degani hisob, qildim degani hisob. Salohiyati yo'q degan gap sotdim desam hisob emas, oldim desam hisob emas. Masalan, qandoq odamningki gap so'zlari hisob bo'ladi, qandoq odamning gap so'zlari hisob bo'lmaydi. Gap so'zlari hisob qilinsa bu odamda ahliyati oda bor. Gap so'zlari hisob qilinmadi degan gap ahliyat oda yo'q. Unda bo'lsa kimlarda ahliyat oda bor, kimlarda ahliyat oda yo'q ko'ramiz. Bihayso, ya'ni shu darajadaki o insondan bir aqd tasarruf, masalan bir kelishim, ilm bilim sodir bo'lsa, mushu ish shar'an e'tiborga elinadi degan gap, shu ish hisoblanadi va shu ishga qarata shu mukallafning ustiga osh qilgan ishining ahkomlari agish keladi. Olgan bo'lsa mal uning bo'ladi. Oldim degan bo'lsa ayol kishi uning ayol bo'ladi. Masalan, namoz o'qisa, masalan, ro'za, haj qilsa yoki har qanday vojibdan birini qilsa, bu shar'an e'tiborga elinadi. Shu qilganligi shu odamning gadinga vojib bo'lgan vojibni tushigizib o'tadi. Boshqalarning jini, meli, izzat, obro'yiga tajovuz qilib jinoyat ishlasa, jinoyatlardan savol so'roqqa tortiladi. Shuningga nisbatan badaniy, iqtisodiy jihati jazolanadi. Demak, ahliyat oda degan gap, mas'uliyat degan gap. Ya'ni oda, ijro salohiyat degan gap, mas'uliyat degan gap. Dal bu mas'uliyatni, bu ijro salohiyatininki asosi insonda aql bilan bir ishni farqlantirilish. Çünkü xalqan insanda ahliyat oda bo'lmaydi. Xalqan insanda bo'lmaydi. Ahliyat oda bo'ldi degan gap, yaxshilik, yomonlikqa bu odam savol so'riladi, jazolanadi, mukofotlanadi degan gap. Ahliyat oda yo'q degan gap, bu odamdan qilgan hech qanday ish hisob emas degan gap. Ondan inson ashta ikkiga bo'linadi. Ahliyat odasi va yo'q deb. Endi insonning ahliyati vujubga nisbatan ahvoli.
ikki xil ahvol bo'ldi. Bayatning ahliyat vujubni bir so'zda o'tayli. Ya'ni inson ahliyat vujubga nisbatan ikki xil ahvoli bor. Birisi insonning ahliyat vujubisi naqisa. Ya'ni naqis degani yarmi va yarmi yo'q. Biz bayat ahliyat vujubni huquq, vajibat dedik. Haqdan erishdigini, haqqi birdigini dedik. Men naqis bo'lib qolgani qanday chaqda desa, iza salaha shu inson shuningga huquq isbotlanishga loyiq bo'lsa, yarasa degani alolaydi, lekin birish majburiyati yo'q. Menda bo'lib qolsa, yerim bo'ladi buningki ahliyat vujub. La li an tajiba alay vajibatki uning ustiga vojib bo'lishga emas. Alolaydigan, ya'ni huquq va ammo majburiyat yo'q. Bu bir. Yoki aksiki majburiyat va huquq yo'q. Insonning ba'zi vaqtda shunday ahvollar bo'ladi. Biralaydigan, alamaydigan, alalaydigan, biramaydigan. Birisi bor, birisi yo'q. Mana u ahliyat ada, ahliyat vujub naqisa bo'ladi. Komil bo'lib qolgan vaqtida huquqimi bor, vojibatimi bor. Elish huquqimi bor, birish majburiyatimi bor degan gapda naqis bo'lib qolgan vaqtda yo alalaydi, biramaydi, yoki biralaydi, alanmaydi. Yani huquq va mas'uliyat yo'q, mas'uliyat va huquq yo'q. Mana bu qaz naqis bo'ladi. Masalan, buningga shu masalada ancha munchalik men bayat dedim. Bu masala bahs qiladigan masala emas. Ahliyat vujub masalasi, chunki amaliy shar'iy hukmlarga haddidan ziyoda cho'ng ta'siri yo'q. Anda o'ga chiqqan shayda ancha muncha bir ixtilof qilib, ba'zi masalalar ini qo'lgan masalalar bor. Masalan, bular birinchisiga qaysininga huquq va vojibati yo'qqa, mas'uliyat yo'qqa, anining qo'sqidagi to'ralmini misol qildiki, buning bu törelmege hukuk ispatlanır degeni bu alalaydı. Mesela törelme haleti ananın kuskudu vaqtda suyulab ketip qolib qolsa, bu miras alalaydı. Dadası tarafından ki başkalar tarafından vasiyat qılınalaydı. Vaqtining o'lishiga loyiqlalaydi. Başkalar shunday bir narsani vaqf qilgan bo'lsa, shuning uchun deb loyiqlalaydi. Lekin uning ustiga g'ayriga nisbatan mas'uliyat vojib yo'q. Qo'saqdagi bola başkalar uchun hech nima qilishi vojib emas. Demek bununla ispatlangan ahliyet vücub salahiyeti naqis. İkincisi meyitni misal kılıdı. Mesela meyit qarzdor o'lib qolsa, fa innahu tabqa alayhi huququ dainihi. Bunun üstüde qarz egalarining huquqi qolib qoladi-ki, bunun vojibati va haqqi birish majburiyati va. Lekin o'lib qolgan odam haqni bir narsa olmaydi masalan. Belki ba'zi fuqaholar meyitga o'lib ketib bo'lgandan keyin ahliyat vujub komil suva. Masalan, bu odam doin hammadin, qarz egisi ham qarzda. Boshqa elish va birish bo'lib qolsa, buning qarzdorlarining oldida huquqi borligini va qarz egalari uchun buning ustida huquqi va pul suva odamdan alalaydi. Bu odamning birish va odamga nisbatan biralaydi. Demak, bu odamda huquq va vojibat va deb bunda qaraganlarmi bor. Lekin bu gapning dalili yo'q. Chunki o'lib ketib bo'lgandan keyin bu odamning elishlarining hammasi ballarga tava. Bu odam hech nima ololmaydi, lekin biralaydi. O'zining melidan biralaydi. Undaganda vojibati va nimasi yo'q, huquqi yo'q. Janinninki huquqi va vojibati yo'q, meyitninki vojibati va huquqi yo'q. Demak, har ikkilisi nimaning misolamda hisobda ahliyat vujub naqisan. Chunki to'liq ikki taraf yo'q buningda. Vujub, vojibat ikkilisi yo'q, balki birisi va birisi yo'q. Haq gap o'lim insonning xususiyatini yo'q qiladi. Onunki ne ahliyet vücub kamilisi, ne ahliyet vücub naqisi yo'q deb shu iboyatman meyitne kelgan misolni ba'zi ulamalar deb keldi emas mana shuda. Ammo uning qarzigilarininki ularning ustundagi qarzni talab qilish masalasi kelsa, qarzigilaridan ularning ustundagi qarzni talab qilish masalasi kelsa, bu mirasxo'rlarning haqqi. Masalan, ma odamga bir shu odamdan ma'ning pulini ver degani buningga ber deganlik emas. Mirasxo'rlarning haqqi bu. Mirasxo'rlar o'zlariga miras qoldiruvchilarga shuningga foydali taraflarda izbosar bo'laveradi. Ammo uning ustidagi narsalarda qoldirgan malning doirasida izbosar bo'ladi. Masalan, demakchi o'g'ini mening haqda 1 million elishim bo'lsa, mirasxo'rlar hammaga loyiq, hammani oladi. Ammo mening haqi 1 million berishim bo'lsa, mening qoldirgan milim 1 millionga yetsa to'laydi. Bo'lmay qolib qolsa, bolalarim o'zining yanchiqdan mol chiqarib, mening pulimni to'lamaydi. Ma taraf bor. Wa alat ilayhim tarakatuhu. Demak, bolalarga madamning qoldirib qo'ygan meli, mandaq aytgan vaqtda, bir iboratni o'qira degani, ya'ni mandaq aytgan vaqtda bular odam uchun boshqalarning ustidagi qarzga mirasxo'r bo'la oladi-ki, haqni elish olib qolsa ola oladi. Ammo ularga odamning qoldirgan meli boshqalarga beradigan qarz bilan mashg'ulotga qatnashadi-ki, agar bir olib qolsa, qolgan mirasni beradi, lekin o'zi yo'q. Demak, bu yerda Abdur eng oxirisida bir juz'iy masalaga nisbatan tushib ketdi. Umumiy xulosa,
Əhliyeti vücub bəzdə kamil oludu. Bayatmaqdaki hukuku və nimisi olsa, vacibat olsa. Hukuk olab vacibat olmasa, vacibat olab hukuk olmasa naqs oludu. Xalas. Mava birinci haleti. Bəzdə insanın əhliyeti vücub kamilisi buludu. Qanda çağda dese, adet xulub sil bizlige oxşaş, cenin emas, meyit emas. Sil bizlige oxşaş, şu adam onunla hukuk isbatlanışqa layiq olsa, mesela ben haqq elişim olsa alalayım. Ve onun üstüge mesuliyet vacib olsa ki, mening mi qilishga tegishlik majburiyatlarim bor masalan. Demek, mening oladigan huquqim bor ve birdigan mesuliyet majburiyatim bor. Manda holatdagi mendek bir insonningki ahliyat vujub kamil sululdu. Ammo o tug'ilgan vaqtdan tortib tufulat yaşida, yani kichik bolalik yaşida, tamyiz yaşida 7 yoshdan 13 yoshgacha vaqtda balag'at ketib bo'lgandan keyin yoki har qanday holatdagi uning hayot bosqichidan har qanday holatdagi insonga isbotlanayverdi-ki, bunda insonningki ahliyat vujub kamil suva. Xuddi biz yuqori degandek, dunyoda ahliyat vujubini yo'qotgan inson yo'q. Shunga ahliyat vujub haqida bahs qilmasak bo'ldi. Insonlar bo'ladigan uning ahliyat vujubi cho'qim bor. Bu bir. Endi ahliyati adoga kelsak, ahliyat ado masalasiga kelsak, insonningki ahliyati adoga nisbatan ahvollarga qarasak, inson ahliyati adoga nisbatan 3 xil ahvolga ega. Birinchisi, faqat ahliyat adoni yo'qotgan degani, u hech qanday ijro qilinmaydigan. Vujubi bo'lgan, ijro degan gap amaliy qilish masalasi. Hech qanday ijro qilmaydi. Ya'ni hukm uning haqqida ijro bo'lmaydi hech qanday hukm. Ikkinchisi, inson ahliyat adosi kamchil bo'ladi. Bayatni dedik, ya oladigan bo'ladi, ya birdigan bo'ladi. Ikkinchisi olmaydi hech qilib. Uchinchisi, ahliyat adosi kamil bo'ladi. Qani kelinganda bo'lsa, ahliyat adosi, insonning ahliyat adosi faqatla yo'q. Qad yakun adimal ahliya lil ado aslan degani faqatla yo'q. Aslida yo'q, masalan, ado alohidligi. Yoki bo'lmasa, bo'lsa-mu faqiduha aslan degani yo'qotgan masalan. Bunda bo'lib qolgani, dal tufulat yoshidagi kichik bolaga 7 yoshdan to'n bolalarda ahliyat ado yo'q. 7 yoshdan to'n bolalarning hech qanday gapi, hech qanday hadis emas. Oldim desa emas, satdim desa emas, sovg'a qildim desa emas, hech nimasi emas. Hatto birovning bir narsa ba'zimi emas hisobda. Yoki har qanday ishda bo'lsin, majnun sarang. Faqat o'zining nima ish qilganini o'qimaydigan saranglarning hech qanday gapi emas. Chunki bular oldinib ketish ehtimoli va tushib ketish ehtimoli, o'zining nimaga foydali, nimaga ziyonli ekanini o'qimaydi bular. Mashqning har birininki la aqla lahu, aqli olmaganlik uchun bularning ahliyati ado solmaydiki, bular hech qanday ishni ijro qila olmaydi. U ikkisining har biriga meyli so'zlari, meyli ish harakatlariga nisbatan shar'iy ta'sir erishmaydigini gapi gap, ish emas. Masalan, bularningki o'qutlari, qilgan to'xtam, kelishim, savdo satiqlari, tasarrufotlar ishlari hammasi batil. Batil degan gap hisob emas degan gapda. G'oyatul amr, hatto ishning eng oxirgi xulosasi bu ikkisining birisi. Birovning jiniga jinoyat qilib qolgan bo'lsa, birovning meliga jinoyat qilib qolgan bo'lsa, iqtisodiy, ya'ni moliy jihatdan savol suriladi, badaniy jihatdan emas. Mana bashashlik baldan birisi birini o'ltirayotgan bo'lsa, o'ltirilmaydi u. Lekin diyat tulinadi. Diyatni to'laydi. Lekin o'tirilmaydi. Chunki buning hech qanday ishi hisob emas, buning kichik bolaning sarangmi shu. Hali biz ko'nlarda sarangni sot yo'q deganimiz shu amaliyotda. Masalan, kichik baldan birisi, sarangdan birisi birovni o'ltirib qopdi. Yoki boshqaning mol-mulkini vayron qilib qopdi bo'lsa, qatil o'ltirilgan odamning diyetini to'laydi, vayron qilayotgan narsani to'laydi, lekin qisas ilinmaydi. Model fuqaholarningki kichik bolalar sarangninki qasdan qilgan ishimi sahvallikka hisob, xato o'rnigini sahvallikka hisob. Chunki bularda aql yo'q, ado yo'q, buning ishi hisob emas bularningki. Chunki u aql tepilmaydi ekan, maqsad tepilmaydi. Maqsad qasd tepilmaydigan amdi, qasdlik tepilmaydi. Aql tepilmaydi ekan, qasd degan iroda tepilmaydi. Bu ishni qalay qilmaydi, irodasi yo'q. Qasd tepilmaydi ekan, iroda tepilmaydi ekan, amdi, qasdlik tepilmaydi. Qasdlik bo'lmagan ekan, bundan qisas olmaydi masalan. Bu faqat yo'qning misoli, ahliyat adosi, ijrosi, faqat ijro salohiyati faqat yo'qning misoli. Ba'zi inson ahliyat adosi naqis bo'ladi. Naqis degani kamchil bo'ladi. Kamchil deganimiz bayatni degandek bir taraf o'z, bir taraf yo'q, bir taraf o'z, bir taraf yo'q. Masalan, u o'smi balog'at yetmagan mumayyiz bola. Mumayyiz degani 7 yoshdan cho'ng, 13 yoshdan, ya'ni 15 yoshdan kichik bolalar. 15 yosh deganimiz balog'at hisob, ehtilom ko'migan 7 yoshdan cho'ng bolalar bo'lib qolsa, hammasi mumayyiz bo'ladi. Yani oqqarini aram farqlantira oladigan degan gapchi, oqqarini. Mavu tamyiz davridagi kichik bolaga to'g'ri keladi, balog'atdan ilgari. Andaki matog'imi to'g'ri keladi. Biz yo'rishda mato deb qo'yamiz. Sarangdak emas. Ishqib bir narsani elib normal yeyalaydi, qilalaydi, mangdisi mangadi, keldisi keladi, qildisi qiladi.
lekin tozaliqqa kallasining bir ishga qatsimi o'zuk. Manda damli ma'to deb qo'ymiz. Butunlay sarang emas. Masalan, chunki ma'to degan to'liq aqli buzilib ketmaganlik, muhtalul aql degani aqli buzilib ketmaganlik. Yo'q, aqlni yo'qotmak, lekin aqli zaif. Kamchil masalan. Buning hukmi sabiy mumayyizning hukmi o'xshash. Endi ma ikkisining har biri, mayli ma'to bo'lsin yoki sabiy mumayyiz bo'lsin, ahliyati adoning asli bo'lganligini bularda ijro bor. Chunki bu tamiz bo'ladi, bularda tamiz bilan. Ahliyati adoninki aslinki shu ikkisining biriga sabit bo'lganlik uchun tamizdan. Chunki oqqon farqlanadi. Buningki xolis manfaatlik ishlar to'g'ri. Ya'ni foydalgan, xolis foydalgan ish to'g'ri. Masalan, boshqa so'q qilsa osi bo'ladi. Xolos. Boshqa sadaqat qilsa osi bo'ladi. Valisining izinsiz osi bo'ladi. Chunki xolis foydali ishlar bor. Hisob uning oqqoni farqlanadigan ekan. Ammo xolis ziyonli ishlar, ammo tasarrufatu dara law dararan mahdan degani xolis ziyonli ishlar bor masalan. Boshqalarga iyona qildi o'zi. Boshqalarga qarz ne bo'ldi? Ammadim qarzimni deb tushiryapti bo'lsa, qat'iy to'g'ri emas, valisi ijodat qilgan taqdirda bu. Shu buning hibisi, so'g'isi, vasiyati, vaqfsi, ayolining qilgan taloqqa, qullarining qilgan azodlikning hammasi batil. Buningga valisining ijozati qo'shilmaydi, hisob emas. Demak, bundan bunday qilish huquqi yo'q. Xo'sh, endi tasarrufatuha doira degani manfaat bilan zararining o'tirida aylanib turgan zarari degani ziyon chiqish ehtimoli va foyda chiqish ehtimoli bor. Masalan, savdo-sotiq. Savdo-sotiq degan foyda qilishi mumkin, ziyon chiqishi mumkin. Manda olib qolsa desa, ma'vo durust, lekin valisining izniga qarashliq. Valisi aqd tasarrufotga izni qilib durust qilsa, nufida ijro qilinadi. Agar uni lam yujiz degani to'g'ri deb qaramasa, batil bo'ladi. Ana o'ganda ayrib olaylik. Sabiy mumayyiz bilan ma'dudning tasarrufotlari xolis foydaliqqa yajuz. Chunki buni naqs emasmi? O'zga manfaatlikni ola oladi, huquqi va huquqini ola oladi. Xolis zina majburiyat yo'q, buning qat'iy ziyon bilan foydaning o'tiridagi ehtimollik ishlar bo'lib qolsa, ma'vo valisining ijozatiga qaraladi. Valisi izni qilsa, xolos, izni qilmadi. Masalan, deyli 10 yoshli qoldim birisi do'konga chiqib bir narsa akirsa, dadasi, "Bo'pti. Mana sana bo'pti, obda absa desa, so'di bo'ladi. Yo'q, yandurutaman desa, yandurutish majburiyati bor. Ammo 7 yoshli to'n balla bir narsa chiqsa, chiqqan. Ammo ma kichik, necha ko'yliq, necha so'mlik bir narsa olmaslar emas, ammo cho'ng-cho'ng ishlar bor emasmi? Bunda ishlar qat'iy hisob qilinmaydi. Ana o'ganda yuqoridagi ma'to bilan sabiy mumayyizda ahliyat vujubning asli bor. Chunki u tamiz va unda oqqarni farqlantiradi. Ular 7 yoshli cho'ng bola degan bir narsa biladi emasmi? Asli bor. Lekin bularga to'liq aql yetilmagan bo'lg'achqa, shu ahliyat vujub bo'lgan bilan to'liq emas. Yem bayat deganda 3 xil holati bor. Shunga turida o'tdi. Ma aqd tasarrufotlarningki mumayyiz bilan ma'tudin to'g'rilishining aslining to'g'rilishi nimaga asoslanadi desa, ahliyati odoninki bularga aslining sabit bo'lishga asoslanadi. Asli bor. Lekin buni valisining izniga qarashli qilib qo'yishi nimaga asoslanadi desa, ma ahliyat kamchil. Valining iznisi yoki ijozati tasarrufotga qo'shilsa, ma kamchillik itiladi. Shuning bilan ma aqd tasarrufot xuddi to'liq ahliyati bor odamdan chiqqandek. Masalan, bu odamning kam bo'lgandan keyin ahliyati adosi yerim bo'lgandan keyin bir sodini qilib bir narsa oldi, telefonni birini olib keldi, 13-14 yoshlik bo'ldim birisi. Dadasi unda qarab qo'yib, "Ha, bo'pti" desa, shuning bilan asli ma'noda to'liq salohiyat yo'q, bunda savdo qilish to'liq salohiyat yo'q. Yerim bor. Olib keldi, dadasining ruxsati bilan ma salohiyat to'liqlandi, savdosi savdo bo'ldi degan gapda. Tamam. Ma'lum yuqorida biz ahliyat adoni 3 ga bo'lgan, birisi faqat ahliyat adosi yo'q, birisi o'simi tifli bilan kichik bola bilan sarang, ikkinchisi kamchil o'simi mumayyiz bilan ma'to, uchinchisi hamda ba'zida inson ahliyat ado komil bo'ladi. Komil degani to'liq ahliyat ado bor, ya'ni sizlar bizdek inson. U o'simi aqlli holatda balog'at yetgan har qanday odam ahliyat ado bo'ldi. Bu odamning qig'ini qilgan, digini degan, og'zini chiqqani hisob qilgan ishlarining hammasining halol, harom, vojib deb hukmi va ahliyat ado komila insonning aqlli holatda balog'at yetishlar amillish degan gap hammadanda bulardi bu. Bayatni degan ekspertlarga chiqib qolmaslam. Demak, asli ahliyat ado aqllan bo'ladi. Lekin bu odam aqllan bo'lg'achqa aqlni o'lchashning imkoniyati yo'q. Hammadanda aql bormi yo'qmi deb bunda o'lchaydigan apparat uskuni yo'q bizda. Ana o'gandan keyin bu ahliyat ado buluqqa bog'landi. Chunki buluq aqlning tepilish ehtimoli o'rniga 99% odamning aqli balog'at yetgan vaqtda hamda burtunuz hattoda ismi xil cho'q-cho'ng
Xotun aptagidek adam boldunuz degan gap bizning konulardagi shu balogatga yetdingiz, o'zingizning ishni o'zingiz qilagidek boldungiz deb u odamni edim qatorida hisoblagan gapda. Ahkamlar bilan bilimiz qiyas babida o'qidik. Oshkora munzabit illatga bog'lanadi. Aql munzabit emas, oshkora emas. Andogandan keyin baliq odam mayli uning bulug'asi bilan bo'lsin, yeshilan yoki bo'lmasa boshqa alomat masalan tushkrash orqali bo'lsin, aqlli hisoblanadi va oda salohiyati va hisoblanadiki kamilal ahliya degani to'liq salohiyatli hisoblanadi. Madam uning aqlining xalaliga uchraydiganligiga yoki kamchiligiga dalolat qiladigan bir dalil bo'lib qolmasa, shuning bilan ahliyati oda nechiga bilan 3 ga, inson ahliyati oda nisbatan inson 3 ga bilanda, birisi ahliyati oda butunlay yo'q, ikkinchisi kamchil, uchinchisi to'liq. Buni tushundik. Endi misha kelgan vaqtda biz salohiyatni qilib qoldik, ahkamlarning ijro qilinishi uchun shu insonning salohiyati bo'lishi kerak ekan. Ammo ba'zida mana bir ahvollar yuz berib qolib, yana to'solg'ular yuz berib qolib, salohiyatni cheklab qo'ydigan bir ishlar bor. Buni biz avariz al-ahliya deb qo'yamiz. Avariz al-ahliya, ya'ni salohiyatning to'solg'ulari, cheklimlari debchi. Bu avarizlar ikkiga bo'linadi. Birisi samoviy, yana birisi muktasaba. Samoviy deganimiz tabiiy, insonning uning nisbatan hech qanday munosabati yo'q. Bu to'solg'ularni inson o'zi keltirib chiqarmaydigan, insonning keltirib chiqish yoki dabiy qilish huquqi bo'lmaydigan avarizlar, cheklamalar, avariz samoviy bo'ladi. U masalan hozir qadar to'plangan 11. İkincisi muktasaba degani o'zi inson o'zi shakllantiradigan, shu ish shakllanib qolganlik tufaylidan insondan ahliyat oda shakllanib qoladigan, ahliyat odani yo'qitib qo'yadigan amillar bo'ladi, cheklama amillar. Buningdan biz 7 ni yig'dik, anidan 11 ni yig'dik. Tuanda Abduramdi mushaqqida so'zlaydi, kelayliqini qaddamna biz yuqori deb o'tdikki, ahliyat vujub inson bo'lgan sifatdan isbotlanadi. Inson onasining qo'sqidagi turalma holatda buning ahliyat vujub naqisa isbotlanadi. Tug'ilgandan keyin ahliyat vujub kamilat, tufulat yashida, tamyiz yashida, balog'at yetib bo'lgandan keyin uyqu holatda, o'g'oq holatda, sarong yoki aqli joyida, rushda, 4 holatda madam hayot bilan bo'ladi ekan, ma ahliyatga uni yo'qtadigan, kamiladigan bir narsa duchor bo'lmaydi. Shunga ahliyat vujubni so'zimisak bo'ladi. Ammo ahliyat oda kelgan vaqtimizda biz deb o'tdik, insonga ahliyat oda tug'ilishdan ilgari turalma holatda isbotlanmaydi. Yoki 7 yoshga yetmagan vaqtda kichik bola holatda isbotlanmaydi. Va 7 yoshdan tortib, tamiz yoshidan tortib, ya'ni 7 yoshdan tortib bulug' yoshigacha, ya'ni 15 yoshgacha ahliyat oda naqs isbotlanadi. Unda o'ganda munavga chiqar, shuni ba'zi tasarrufatlari to'g'ri, ba'zi to'g'ri emas. Ba'zi valisining izniga qarashliq, ba'zi ijozatiga qarashliq. Masalan, endi inson balog'atga, bu o'zining insonning balog'at yoshidan tortib insonga ahliyati oda kamil shaklda emasmi? Tamam, ma gap deb bo'lgan gap. Endi masalan men o'zimni desam, menda ahliyat oda kamil va degan qilganim qilgan, qilishqa javob berma, baginim o'zimga hisob, og'inim o'zimga hisob, sotqinim o'zimga hisob, sotog'inim o'zimga hisob hamdan olgan. Lekin menda ahliyat oda kamil bo'lgan bilan ba'zi bir cheklamalar, to'solg'ular, ba'zi ahvollar yuz berib qilib, mendagi mushu ahliyat odani kemaytiradigan, yo'q qiladigan ishlar bo'ladi. Shunga turda o'tadi, lekin g'ayrat degan lekin mushu ahliyatga ba'zida avarizlar duchor bo'ladi. Avariz degani to'solg'ular duchor bo'ladi. Shu to'solg'ularning ichidan ma huwa arizun samaviy degani samaviy cheklama bor. Degani bu insonning o'zining ixtiyori emas, tabiiy cheklamalar bor. Yani inson uchun buningda hech qanday bir kasbi yo'q. Kasbi yo'q degan insonning qilgan bir savallik yoki kamchilik yo'q va yoki ixtiyor tanlash yo'q buningda. Masalan, saronglik, mato'liq unutib qilish desa, tabiiylan bu insonning qo'ldan keldi qarshi emas. Masalan, doskadagi matrabdagi 11 turlik, masalan, kichiklik, jununluq, ata, nisyan, nom, ig'ma, riq, hayz, nifas, maradul maut desa, ularning hammasi avariz mushlar tepilib qolgan vaqtida bendidan mukallafdan taklifatlar ko'tariladi, salohiyat yo'q bo'ladi, lekin bu insonning o'zining ixtiyori emas, ma'vo. Va shuning qatoridan ma huwa arizun kasbi. İnsan o'zi qiladigan, o'zi keltirib chiqaradigan bir to'solg'ular bo'ladi. Bu to'solg'ular insonning o'zining qilgan ish orqali yuz beradi, ixtiyorining tanlash orqali yuz beradi. Masalan, mas, do'tlik va aql qarzga o'xshash. Masalan, matrabdagi yetisi shu. Masalan, nadonlik inson bilsa asli o'rgansa bilalaydi. Maslik ishmisi mas'ul qolmaydi. Chaqchaq masalan, azal. Ondan keyin safah, do'tlik masalan, xatolashish, safar
ikroh boshqalar tarafidan majburlanish yoki majburlash degandek Mavlaning hammasi muktasaba hisoblanadi. Inson tarafidan qilinadigan, inson o'zi qilsa qiladigan, qilmasa qilmaydigan. Har holda mayli samoviy bo'lsin, mayli muktasaba bo'lsin, mushu omillar, mushu avarizlar, mushu mavani cheklimilar tepilib qolgan vaqtida insonning ahliyati adosi cheklimiga uchraydi. Ba'zida yerim cheklimiga uchraydi, ba'zi butun cheklimiga uchraydi, har hol cheklimiga uchraydi. Endi mushu avarizlarni ahliyati adoga duchor bo'lgan mushu avarizlarning ichidan insonga to'g'ri bo'lib, ma ya'ridu lil inson, insonga to'g'ri bo'lib, uning ahliyati adosini to'liq yo'q qiladiganlar bor. Masalan, junun to'liq yo'q qiladi, navm to'liq yo'q qiladi, ig'ma o'shini ketish to'liq yo'q qiladi masalan. Ammo tarafki ig'ma yozilmabdi-ku, Masamoviy tarafga ig'ma yozilmabdi, yozib olsanglar bo'ladi. Masalan, majnun desak, uxlab qolgan odam desak, mughma alay o'shini ketgan odam desak, ularning birasi uchun ahliyat adosi olmaydi, bularning hech qanday ish hisob emas. Yoki ularning tasarrufotiga shar'iy ta'sirlar ergishib kelmaydi qat'iy. Uning saranga masalan, ahliyatu vujubning taqozosi bilan, masalan, o saranga vojib bo'lgan ishlar masalan, ahliyat vujubning taqozosi bilan iqtisodiy jihatdagi vojibatlarni valis ado qiladi, u emas. Uxlab qolgan, vujuddan ketgan odamga vojib bo'lgan ahliyat vujub taqozosi bilan vojib bo'lgan ishlarni bu badaniy vojibatlar, mali vojibatlar bo'lib qolsa, o'g'ongandan keyin yoki ushul kelgandan keyin o'zi ado qiladi. Lekin uxlagan holatda, ushul ketgan holatda o'zi emas, o'g'ongandan keyin ado qiladi masalan. Demak, ma avarizlarning ba'zisi ahliyat adoni butunlay yo'q qiladi ekan. Va minha shu avarizlarning ichidan yana insonga duchor bo'lib, to'g'ri bo'lib, ahliyat adosini kamaytiradigan, ammo to'liq yo'q qilmaydiganlar bor masalan, ata Matoluq yerimga kelib qo'ydimiz bayatni degandek, matoning ahliyat adosi yerim. Shunlashqa matoning tasarrufatlarining ba'zisi to'g'ri, ba'zisi emas, xuddi sabiy mumayyizga o'xshash. Shu avarizlarning qatoridan insonga to'g'ri bo'ladigan, ammo uning ahliyatiga ta'sir qilmaydigan, na yo'qotmaydigan, na kamlatmaydigan avariz, lekin ta'sir qilmaydiganlari bor. Lekin nimishqa ovoz deymiz desa, ba'zi ahkomlarini, ba'zi bir e'tibor manfaati uchun o'zgartiradi. O'zgartiradi, lekin yo'qotmaydi, kamlatmaydi. Dal mushum e'tiborat masalihlar, mush o'zgarishni taqozo qilgan bir e'tiborat masalihlar yuzidan ba'zi ahkomlarni o'zgartiradi. Qandaqdir ahliyat yo'qolganligi kamlik uchun. Masalan, safah desak, safah odamning iqtisodini to'ng'iltimiz masalan. Bir odam dotgan hamda buni ilqroq desak, o'zining mol-mulkini xajlamaydi ekan. Pullarni oldiga qo'yib bersak, necha kundilam, necha oydilam, dadasi miras qolgan, necha 100 ming pulni tugitib qolib, undan keyin haqqa yuklab o'tiradi-chu. Mundaq odamning pulini to'g'iltib, uning tushliq birimiz ortiq bermaymiz. Endi ma ahvol buning ahliyat adosi yo'qligi yoki kamlik tufaylidan emas, balki ma'no manfaatni asos qilib turib, uning pul molini to'g'iltishni taqozo qiladi masalan. G'aflat, qarz odamning pulini xajliga qo'ymaymiz masalan. Safihdan, g'aflat egisidan har biri balog'at yetirlik, aql va ahd. Unda bo'lgandan keyin lahu buning ahliyat ado kamilisi bor. To'liq bor bunda. Lekin o ikkisining har birining mol-mulkini zayo etishini saqlash uchun va o ikkisining har biri boshqalarga muhtoj bo'lib qolishni cheklash uchun bu ikkisiga iqtisodiy tasarrufotlarda cheklama qo'yilayotganki, cheklanib xajliga qo'ymaymiz bunisini. Ya'ni bu ishko'lanning iqtisodiy ilm birimlari to'g'ri emas, iqtisodiy ionlari to'g'ri emas. Endi bunda cheklash bularning ahliyatining yo'qotganligi yoki kamlik uchun emas, lekin mollarini saqlab qolish uchun. Demak, miyadagi mavani, ya'ni avarizlar bunun ahliyatini yo'qotmadi, kamlatmadi, lekin ma'lum bir maqsad manfaatlar tufaylidan ba'zi ahkomlarni qana qildi, o'zgartirib soldi. Masalan, yana shunga o'xshagan qarzdor. Mening qarzim bor, lekin men baliq, men aqil, mening to'liq ahliyat ado kamilan bor. To'liq har qanday ishni qilish huquqim bor. Lekin mendagi pul mening qarz egalarimning haqqi u. Menda 100 ming pul bor, 100 ming qarzim bor. Ma pulimni o'zim xalogancha xajlab qo'ysam, odamning haqqi zayo ketadi, aytog'im bermayman ma pulni men. Shu tufaylidan mening ma pulimni xajlashimni cheklab qo'ydi. Lekin uning qarz egalarininki haq huquqini saqlash ustidan buningga o'zining iqtisodida qarz egalarining haqqiga ziyo yetkazadigan ishlar bilan tasarrufot qilishi cheklandi. Masalan, boshqa ya'ni qilaman yoki boshqa bir ishni xajlataman deb tugutadiganga xajlasa, buningga yo'q deymiz masalan. Demak, endi yuqorida
Əhliyəti vücub toğruluq sözlülük, əhliyəti ada'ını sözlülük. İnsan əhliyəti adağa nisbətən bütünlüy əhliyəti ada'ını yo'qotgan, yerim yo'qotgan, bütün ba deb 3 holatga bo'linadi ekan. Ondan keyin biz əhliyəti adağa tusal bo'ladigan bir bilik cheklamalarni, avarizlarni ko'rdik. Bu avarizlarning ba'zisi samaviy, ba'zisi muktasaba bo'ladi. Bu avarizlarning ichidan ba'zisi əhliyəti ada'ını bütünlüy yo'q qiladi, ba'zisi kamaytib qo'ydi, ba'zisi yo'qmi qilmaydi, kamlatmaydi. Belki bazı ahkamlarını qanday qilib o'zgartirdi. Unda olganda darsning eng oxirgi mazmunlarini bir xulosalasak, Abdul xulosalawatdi. Ahliyati ada'ning asosi aqldan ayirish. Bir odamning aqli normal holatga kelsa, ahliyati ada bor. Ya'ni aql deganimizni balog'at orqali bilamiz. Balog'atga yetsa bir odam, balog'atga yetsa, o odamda ahliyati ada kamila bor. Ya'ni aqlning alomati balog'atga yetish. Qandaq odam aql shaklda balog'atga yetsa, bu odamning ahliyati adasi to'liq kamil bo'lgan bo'ladi. Endi shu odamga ba'zi bir hodisalar yuz berib qolib, uning aqlini akitib qopti, masalan. Sarang bo'lib qopti tuyuqsiz, yoki ojizlashib qopti, ma'tuga o'xshash. Yoki uning chanjisining o'tirini to'sab qopti degani cho'maydigan holat akab qopti, uxlab qopti, ig'ma o'shini ketib o'xshash. Manda tuyuqsiz yuz bergan manda hodisalar arzi ahvol, uning kelib qolgan bir cheklama ahvol bo'lib, buning əhliyati adasıga ta'siri va ya yo'q qiladi ya kamaydi. Endi insonga ba'zi bir jiddiy ahvol yuz berib qoldi, aqlni akatmadi, ojizlashtirmadi, chanjisini o'tirini to'smadi. Manda arzi ahvollar bo'lib qolsa, manda tuyuqsiz kelib qolgan jiddiy ahvolda uning ahliyati adaga ta'siri yo'q, ne yo'qotmaydi, ne uni kamlatmaydi. Agar mushu mushu jiddiy ahvol ma'lum bir o'zgarishni taqozo qilgan manfaat usulning ahkomli ba'zini o'zgarishni taqozo qilgan taqdirdimi, lekin yo'qotmaydi. Masalan, safa, g'aflat deyinda bayat misol keltirdik. Shunga Imom Abu Hanifa ma uchaylandan birasidan cheklashni to'g'ri ko'rmaydi. Chunki ularning har birininki insonning ahliyatiga hech qanday ta'sir ko'rsatadigan ta'siri yo'q. Bayatning safa, g'aflat deyin deganlarning ta'siri yo'q. Imom Abu Hanifaning qarashida cheklashga ergishib turadigan manfaat cheklagandan keyin inson yetib qoladigan zararga to'g'ri kelmaydi va uni g'ayri ahl deb e'tiborga olishdan iborat, uning salohiyati yo'q deb e'tiborga olishdan iborat kelib qoladigan zararga to'g'ri kelmaydi. Shunga cheklash xato degan ko'z qarash va cheklanmaydi degan ko'z qarash va har holda bugungi darsimizning asosiy xulosasi mahkumun alaydiki asosi 3 shart bo'ldi. Birinchi 2 shart bo'ldi. Birisi mahkumun alay, ya'ni mukallaf taklifatning dalillalarini tushunadigan imkoniyat bo'lishi kerak, ya aqllan yoki atrofdagi kishilarning yordami bilan yoki o'zi tushunib degandek. Ikkinchisi shu mahkumun alayda salohiyat bo'lishi kerak. Salohiyat ahliyat vujub, ahliyat ada deymiz. Ahliyat vujub har qanday inson bo'lgan bo'ladi. Ahliyat ada bayatni degandek 3 xil holat bo'ladi. 3 xil holatningki shu ahliyat ada kamilida to'liq hukm taklifatlar bog'lanadi. Ahliyat ada naqisada onun menfaatlik ahkamlar bağlanıdı, ziyarlık ahkamlar bağlanmaydı ve velisinin icazetiga qaraydı. Muşnu bilan bugungi darsimiz tugadi. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.